Farg'ona shahridan Sokol qavati bilan 3 qavatli 11 xona, 4 ta sanuzel va balkonlariga ega arzon narxda zo'r kottej chiqib qoldi. Birgalikda qisqacha obzorni ko'rib chiqamiz. Fasadlari deyarli bitgan, markaziy kanalizatsiya mavjud. Binomiz devorlardan joy tashab qurilgan bo'lib, maksimal havo aylanish imkonini beradi. Ichkariga kirganda uzun, keng koridorni ko'ramiz. Remontlari ham ancha ishlari qilib qo'yilgan ekan, ya'ni pollariga stechkalari quyilib, elektr montajlari, suv hamda kanalizatsiya montajlari qilingan va devorlari oqartirilgan holatda. Eshik romlarni ham sifatlisidan qo'yganmiz deyishyapti. Birinchi qavatimiz umumiy hisobda 4 ta xona, 2 ta sanuzel loyihalashtirilgan. Sokol qavatga tushamiz. E'tibor beradigan jihatlari devorlari to'liq gipsokarton bilan o'ralgan bo'lib, barcha xonalarda o'zini oynalari mavjud. Umumiy 2 ta xona va bitta katta zaldan tashkil topgan. Ushbu xonalardan shaxsiy ofis xonasi, sport zal, bolalar maydonchasi, kutubxona va boshqa maqsadlarda foydalanishingiz mumkin. Endi esa ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Bu qavatimizda ham birinchi etajdagiga o'xshagan planirovkani ko'rishimiz mumkin. Jami 4 ta xona, 2 ta sanuzel va bitta balkondan iborat. Ushbu Farg'ona shahar Yormazor masjid ro'parasida mahallada 209 sotik maydonga yangi qurilgan 3 qavat 11 xona 4 ta sanuzelga ega. Fasadlari bitgan, ichkarida ham ancha ishlari qilib qo'yilgan kottejimizga 78 ming so'rashyapti. Yana savdolashish imkoniyati mavjud. Nomer pastda opsiyada bemalol telefon qilib baraka qilishingiz mumkin.